Dunyodagi hududi bo'yicha eng katta hisoblangan davlat Rossiya. qaysi? Rossiya, to'g'ri. Siz kechikdingiz. Ko'tarib turing. Urug'i topilmas qush qaysi? Bizda maqol bor, bir baloni urug'i bo'lib ketibdi deydi. Anqor. Anqa, to'g'ri. Siz ko'tarasiz. Kecha va kunduz romanining muallifi Cho'lpon. Cho'lpon tengaytlaring qo'yib turishingiz mumkin. Hasharotlarning asosiy tana qismlari nechta bo'lakdan iborat bo'ladi? 3. To'g'ri. Siz ko'tarib turasiz. Xorazmshohlar davlatining poytaxti qaysi shahar? Urganch. Yo'q. Yo'q. Xiva. Xiva, to'g'ri. O'simliklarning urug'i qaysi qismda hosil bo'ladi? Gulida. Gulida, to'g'ri. Hayvonlar qaysi organ yordamida nafas oladi? Halqum. Yo'q. Og'zi. Hayvonlar yo'q. O'pka. O'pka, to'g'ri. Siz qaysi elementning atomi 1 soniga teng? Qaysi elementning Vodorod. atomi 1 soniga teng? To'g'ri, vodorod. Shahrisabzda Oqsaroy saroyini kim qurdirgan? Amir Temur. Amir Temur bo'ldi. Tengaytlaring o'yin tugadi, rahmat qo'yishingiz mumkin.